deyishganligi munosabati bilan ikki oz gap gapirishga to'g'ri kelib qoldi. Avvalambor siz tashrif buyurgan bu xonadon, G'ulomjon akamiz xonadoni mahallamizda ko'zga ko'ringan, o'zini namunali xonadon sohibi, yaxshi farzandlarni tarbiya qilib yetishtirgan, axloqi, odobi hamma tomondan mukammal bo'lgan insonlarni tarbiya qilyaptilar. Ota sifatida bu mahallada ham jamoat ishlarida mahallani ham otam, ham onam deb bilgan G'ulom akamiz bugun shu xonadonga bizlarga tashrif etgan ekanlar. Bu kishiga minnatdorchilik izhor qilamiz. Xonadonlari obod bo'lsin, farzandlari bu nabiralari katta bo'lsin, olimi fozil bo'lsin. Yana shunday to'ylarda, yaxshi kunlarda shu xonadonga kelishlikni nasib etgan bo'lsin. Endi hozir ma'ruza qilgan zot mana Abdullo Hoji akamiz Rakat masjidida bir necha yildan beri imomi xatib, diniy arboblardan ko'zga ko'ringan, shahrimizda eng mo'tabar kishilardan bittasi hisoblanadi. Mana bu zot sizlarga hozir sodda qilib, o'zimizni tilimizda hamma kishilarga tilib ma'ruza qilyaptilar. U kishiga hammalaringizni nomimizdan, xonadon nomidan minnatdorchiligimizni ham izhor qilamiz. Salom bo'linglar.